Kanalimga obuna bo'ling, like va kommentariy kutib qolaman. Assalomu alaykum o'quvchilarim. Bugun sizlar bilan Taboada mahsulotlarni korzinkaga solishni o'rganamiz. Taboga kirib olamiz va shu yerdan o'zimizga kerakli bo'lgan mahsulotni tanlaymiz. Masalan, hop. Mana shu qizaloqlarning kiyimchasi. Rasmlari bor. Mana chiroyli rasmlar ko'ramiz. 12 yuan 12.98 ekan. $1.82 ekan. 1000 ta odam olibdi. 2024-yil ichida. Xo'p. Yetkazib berishi 18 soat ichida ekan. Atiplari bor ekan, ko'ramiz. Mana real rasmi. Va bularni tarjima qilib ko'rishimiz kerak. Atsenkasini ko'ramiz. Atsenkasi 4 ta korona. Bu yaxshi mahsulot. Baholanishi 4.4, 4.1, 4.5 ekan. Xo'p, endi buni korzinkaga solishni o'rganamiz. Buning uchun biz bu sariq tugmachani ustini bosishimiz kerak. Mana bu yerda turli xil ranglari mavjud ekan va tagidagisi razmerlari, senga razmer kerak ekanligi. Xo'p. Mana bu rasm ustiga bossangiz, rasmlari, ranglari kelib chiqadi. Mana. Bunisi mana o'sha o'zgaradi. Xo'p, biz shu rangisini savatga solishimiz uchun shuni belgilab olamiz va tagidan razmerlarini ko'rib chiqamiz. Mana 90, 100, 110, 120, 130 berilgan. Xo'p, bizga kerak 100 razmeri kerak bo'lsa 100 ni belgilaymiz. Ko'rgan bo'lsangiz, razmer tanlagan paytda narx o'zgardi. Bu mahsulotning tan narxi hisoblanadi. Va buni shu yo'l bilan shuni bosib korzinkaga solamiz. Mahsulot korzinkaga tushdi. Buni ko'rish uchun mana korzinka rasmi bor, o'shaning ustini bosamiz. Mana biz tanlagan mahsulot korzinkaga tushdi. Masalan, hozir siz tanlagan mahsulotning narxi ertaga o'zgarishi mumkin. Skidkada turgan bo'lishi mumkin, ko'p vaqt o'tgandan keyin o'zgarishi mumkin.